Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun yangi svarkani o'rganayotgan, elektr svarkani o'rgatgan svarchilarga bitta qo'llanma dars qilyapman. Darslik video qilyapman. Bu videoda nimani o'rgatmoqchiman? Videoda ko'p yangi svarchilar, svarkani yangiligi samodelni o'zi o'rganib svarchik bo'ladiganlar bor-ku. Xuddi shunday o'zi o'rganadigan svarchilarga shunaqa bir maslahatli bir video bo'ladi. Korоче, birinchi metalni eritib svarka qilishni boshlaganda yaxshi yopishmaydi. Yaxshi yopishmasdan svarkasi ko'chib ketadi. Svarka ko'chib ketishining sababi nima? Nima uchun ko'chib ketadi? Chunki metalni his qilmayotgan bo'ladi. Metalni his qilib, qancha gradusda eriydi, qanday eritiladi, ishlar qanday ajratiladi, shularni bilmayotgan bo'ladi. Shuning uchun birinchi masala shu yangi o'rganuvchilarga metalni his qilish. Ya'ni qancha gradusda metal eriydi. Ikkita metal bir-biriga yopishib svarka bo'lishi uchun albatta ikkalasi ham erish kerak. Ikkalasidan metaldan erib suyuq temir suyuladi-da. Erigandan keyin suyulib bitta ikkalasi suyulib bir-biriga aralashib ketish kerak. Bitta narsa hosil bo'lishi kerak. Ikkala metal erigan yerdan ulaganingizda u ham bu ham erib butun bo'lib ketish kerak. Bu butun bo'lish uchun ikkala metal ham bir-biriga ulanayotgan metal teng erishi kerak. Buni erishini his qilish uchun temirni eritishni bilish kerak. Temirni his qilishni qanday o'rganamiz desalaring, bitta zo'r yo'li bor. Tajribadan o'zim tajribamni o'tgan. Qanday? Metalda odatda ko'p paytlarda sverloda emas, elektrodda teshishga to'g'ri keladi. Qayerdadir drill bo'lmay qoladi, yo bo'lmasam bir shoshilinch, haligi отверстие juda chiroyli bo'lmasa ham, teshik juda silliq teshik bo'lmasa ham bo'laveradigan joylar chiqib qoladi ish jarayonida. Shunaqa paytda elektrodda teshish kerak bo'ladi. Shu narsa metalni his qilishga yordam beradi. Qanday yordam beradi? Masalan, tok tanlashga, metalni eritishga, shuni bir ko'zni o'rgatib olib, metalda qancha gradusda eriyapti, qanday teshilyapti, shularni ko'rib o'rganishga yaxshi yordam beradi. Shuning uchun yangi o'rganuvchilarga maslahat, aynan zo'r elektrod bo'lmasa ham, bir sifatsizroq elektrod bilan bo'lsa ham, metalni albatta teshib ko'ringlar. Metalni teshib, yaxshi teshishni o'rganib olganingizdan keyin o'sha metal erishini his qilgan bo'lasiz-da, qo'l kelib qolgan bo'ladi. Keyin his qilgandan keyin bir-biriga ikkita metalni eritib yopishtirsalaring, u yopishganda ushaydi. Hozir mana men bir 3-4 xil metal tanlab olganman, kusok metal. Shularda teshib ko'rsatib beraman. Qancha tokni qanchaga qo'yamiz, qanday teshiladi bir qator ko'rsatib bir video rolik qilib beraman. Xullas, metalni his qilishni, bir-biriga yaxshi yopish uchun eritishni o'rganish kerak ekan. Metalni eritishni eng oson yo'li bu eritib teshish. Metalni teshganda albatta elektrodda teshilganda albatta u oldin qizdiriladi. Keyin uni eritib, o'sha tushib ketadi, erib. Shuni hisobiga metaldan teshik ochiladi. Xuddi shu jarayonni qilib ko'rish kerak bo'ladi. Tak, mana kichkina bo'lgan bilan bu haliginaqasida bu 220 ni kichkinasi kompaktnisi 220 lik rezant apparat. Mana metallar tayyorlab olganman. Mana birinchidagi metalimizni qalinligi 1, mana metal qalinligi 1.5 chiqsa kerak. Ya 1 mm, 1.2 chiqsa kerak. Mana unimiz mana 2 mm osmoni. 2 mm, mana unimiz 4 mm. Mana o'sha 5 mm. Endi bularni hammasini teshib hozir qanday teshilishni ko'rsataman. Masalan, deylik, hozir apparatimiz 120 turibdi ekan, 60 ga qo'yamiz. Mana yuqolarda qo'ygani 60 ham yetsa kerak. Hozir bir teshib ko'ramiz. Kam bo'lsa qo'shiladi, ko'p bo'lsa tok pasaytiriladi. Xolos, jarayonni kuzatamiz. Mana bunaqa elektrodlar olib qo'yganman. Elektrodimiz juda kачественный bo'lishi shart emas. Shu ilojasi sifatsizroq elektrodlar shunaqa teshgan ishlatib olsak bo'laveradi. Lekin mana unimiz yaxshi elektrod ekan. Hozir ikkovida ham teshib ko'ramiz. Mana hozir 60 amperda birinchi metalni teshyapmiz. Bunimiz qalinligi 1-2 mm edi. Qizdirib turib mana bitta joyda qizdirib tursangiz oxiri metal qiziydi-da,
Mana. Degan deb bosasiz, oxirida tushib ketib, shunaqa teshik ochiladi. Ya'ni biz hozir metalni qizdiryapmiz. Qizdirib turib, oxirgasi erib mana suyuq bo'lgandan keyin yengil bitta bossangiz teshilib tushib ketadi. Ya'ni 60 amperda 60 amperda. Spakoyna shu 1-2 lik metalni eritsa bo'lyapti. Demak bu apparatda shunaqa metallar varid qilganda 1,5 metallar varid qilganda 60 volt 60 amperda ishlash kerak degani. Endi qarang. Endi mana metalimiz hali 2 mm 60 ta teshiladimi yo'qmi ko'ramiz. 60 ta elektrod yonyapti, qizdiryapti. Lekin teshadigan darajada bo'lgani yo'q. Sababi ikkilikka bu ikkilik metalga 60 kamlik qilyapti. Mana ancha ko'p qizdirishimizga to'g'ri keldi, ko'rdinglarmi? Ancha ko'p qizdirishimizga to'g'ri keldi. Keyin tushib ketdi, teshildi. Teshik ham juda chiroyli bo'lgan yo'q. Mana yonboshda erigan metallar yonboshda qolib ketdi. Endi bu ikkilik shunchalik qiynalib teshgandan keyin mana 4lik, 5likka to'yda albatta qo'shmasak gidetda 90-100 amperlarga qo'yamizda. Ikkini boshqatdan teshib ko'ramiz. Sal teparoqdan. O'sha haligidan ko'ra tez qizyapti. Hop, teshildi. Boyagidan ko'ra ancha tez qizidi va tez teshildi. Ko'rdilaringmi? Demak, mana bunaqa 2 mm qalinlikdagi metalga 80-100 gacha bo'lgan amperda metal yaxshi qiziydi, yaxshi eriydi. Umuman metal qiziganda shunaqa cho'g' bo'lib bir-biriga reaksiya qilish, bir-biriga qo'shilib ketish kerak-da. Mana erigan metal ikkalasi bir-biriga qo'shilib ketish kerak. Endi tokni yana ham ko'taramiz. 120 dan 130 larga qo'yamizda. Mana bu to'rlik metalimizni teshib ko'rishga harakat qilamiz. Qani? To'rlik metalga 130 amper ham kamlik qilyapti, qiynalyapti. Bu metalni ancha qizdirib qo'ydik, hozir ko'ramiz. Hop, teshildi. Teshildi. Sal sekinroq bo'lsa ham 130 amperda, 130 amper. To'rlik metal teshildi mana. Teshildi. Endi mana 5likda ham xuddi shuni teshishga harakat qilib ko'ramiz. Mana bitta joyda o'ziga aylantirib, qizdiravamiz. Elektrodni almashtirib olaman. Mana 5lik metalga bu kamlik qilyapti. Tokimiz kamlik qilyapti. 170 ga qo'yaman. 170 amperga qo'yaman. 170 ga qo'yib, mana 5lik metalni teshishga harakat qilib ko'raman. Boshladim. 170 amperda. 170 da sal tezlashdik. Faqat silliq teshilmadi boyagidek. Shoshilishdi. Mana metalni qizdiryapman. Metalni yaxshi qizdirib turib, uzoq ushlab tursalaring o'zi bir xilda erib turib o'rtasiga tushib ketadi. Mana xuddi mana shunday bo'lib, yumaloq bo'lib tushib ketadi. Siz aytgan razmerdan kattaroq teshilib qolishi mumkin, lekin bu silliq teshiladi. Mana bunday ko'rsalaring. Mana bu 5lik metalimiz, 5lik metalni 170 amperda teshib teshdik. 4lik metalni 130 da teshdik, qiynaldi. 150 yaxshi ekan, значит. 150 da teshgan yaxshi ekan. 2lik metalni. 2likda ham shu 100 120 larda teshgan yaxshi ekan. Mana 1-2 chiqadigan metalimizni 60 amperda spakoyna teshyapti. Bu degani mana shu metalni erishi uchun 1-2 metalga 60 amper yetar ekan. Mana 2 ga 100-120
Ha, to'rlik metalga bo'lsa, to'rlik metalga 150 amper yaxshi ekan. Ha, 5lik metalimizda hozir 170 ta zo'r teshdi. Bu degani shu metalni erish uchun shuncha amperda tok qo'yib mana apparatga teshsak yaxshi bo'lar ekan degani. Endi teshish bilan bir nimada teshishni o'rganganimizda keldim yo'qmi? Xullas shunday qilib albatta teshib ko'ringlar. Metalni birinchi yaxshi qizdiramizda, mana yerda o'ziga tutib qizdirib turamiz, keyin bu teshilib ketadi. Shunda metalni qanchalik yaxshi eritib olsak, metalni erishiga yaxshi tok tanlay olsak, metalni his qilishimiz oson bo'ladi. Ko'proq teshib ko'radigan bo'lsak, albatta qancha metalni ko'p teshib mashq qiladigan bo'lsangiz, metalni his qilishingiz osonroq bo'ladi. Metalda yaxshi his qilgan odam temirda qanchada erishini biladi. Masalan, mana bu narsani ustiga yozib bitta detalni qo'yib varid qilyapsiz. Buni bitta o'rganda yopishtirib qo'yish uchun siz metalni his qilayotgan bo'lishingiz kerak. Mana endi apparatni bor tokini ochib turib, hozir 220 ga qo'ydimda. 220 da bor tokini ochganimizda shu metallar qanchalik tezlikda eriydi. Shuni hammasini eritib ko'ramiz. Birinchi mana 1.2 dan boshlaymiz. 1.2 eng yuqori metalimiz shu. Hozir shundan boshlaymiz. Qanday teshilar ekan. Hop. Где-то 5 sekundda teshildi mana. 2lik metalga o'tamiz. Hop. Mana ko'rib turgan bo'lsalaring, tok qancha baland bo'lgan sari metalni erish shuncha tez bo'ladi. Endi mana 4likni teshib ko'ramiz. Yaxshilab qizdirib olamizda, keyin metal erib bo'lgandan keyin o'rtasiga erigan o'rta qismiga bitta bosamiz. Ketdi mana shu o'rtadagi erigan yumaloq qismini erib, birpas eritganingizdan keyin bitta bosasiz, yengil bitta bosangiz, mana o'rta qismi to'ppa tushib ketadi. Shu bilan teshik ochiladi. Endi mana eng katta qalin metalimiz 5lik metal teshib ko'ramiz. Metal uzoqroq qizdirish kerak bo'ladi, lekin tokda hammasini ochib qo'yganman. 220 amperni oxiriga qo'yib qo'yganman. Hoppa. Mana hozirgi ochgan dirkamiz. Bu 4lik metalda. Mana bu 2lik metal, mana bu birinchi ochganimiz 1lik metalda. Mana tokimiz 220 da eng oxiriga tushirib qo'yganman. Demak, tokimiz qancha baland bo'lsa, teshish shuncha oson bo'lar ekan. Endi bunga nechilik elektrod qo'yapsiz desalaring, elektrodim 3lik elektrod yoqyapman. 2lik qo'ysalaring ham bo'ladi. 2lik mana unda tokni balandlatib tez teshaman deganingizda, 2lik juda tez qizib ketadi. Mana katta tokga qo'yganingizda 2lik tez erib ketadi. O'zidan erib ketib qoladi. Buni eritguncha elektrod o'zi ham erib ketib qoladi. Shuning uchun hatto 3lik bilan teshgan yaxshi. Mana teshiklar bo'lsa. Mana otverstiyani ham shunday qilib teshishni o'rgansangiz bo'ladi. Bitta joyga bosib, oldin yaxshilab qizdirib olasizda. Qizigandan keyin mana bu narsa o'zi qizib, suyuq holatga kelgandan keyin yengil bitta bossangiz ichiga tushadi. O'rtada agar hali u jarayon yetilmagan bo'lsa ham bosib ko'rsangiz bo'ladi, hech narsa bo'lmaydi. Agar hali tagidagi qismigacha erib suyulib ketmagan bo'lsa, shu to'g'ri teshilmaydi. Tag qismigacha o'zi erigan bo'lsa, yengil bitta bosganingizda manaqa tushib, manaqa bo'limini silliqroq otverstiya dirka ochiladi. Bular shunday teshik ochganning metalni his qilishingizga yordam beradi. Albatta shunday qilib metalni, har xil metallarni qo'yib, teshib, tokni past balandga qo'yib teshib ko'ring. Metalni eritmoqchi bo'lyapsiz, tok metal yaxshi qizyapti-da, lekin erimayapti. Bitta urganingizda qizib ketmaydi baribir. Shuning uchun birpas qizdirish kerak bo'ladi. Birpas qizdirganingizdan keyin teshalmayapti, demak tok past. Xuddi shunday qilib qancha metalga qancha tok qo'yishni bilsangiz bo'ladi. Xuddi shunday qilib metalni eritib, qo'lga keltirib, metal yaxshi his qilib olganingizdan keyin ikkita metalni bir-biriga eritib ushlatasiz va o'sha narsa ushlab qoladi. Erib, svarkangiz ko'chib ketmaydi. Sababi o'sha siz metalni tushunib qolasiz-da, his qilib qolasiz. Bizda shu svarkani boshida o'rganayotgan paytlarimizda sen metalni his qilgin deb o'rgatishgan. Metalni his qilmaguningcha uni qancha gradusda qiziydi, eriydi, keyin uni qanchada yopishtirasan, buni his qilmaguningcha svarking yaxshi ushlamaydi.
deb o'rgatishgan. Shuningdek albatta metalni his qilishni o'rgandinglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Kuzatishda davom etinglar. Rahmat. Tushunmagan joylar bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yinglar. Yangilar bo'lsa albatta obuna bo'lib kanalni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun harakat qilaman.